Assalomu alaykum barchaga. Bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, obunachilar, kanalimizga yangi kelganlar, xush kelibsizlar. Xudo xolasa mana yana yangi bir obyektimizni quyib tugatib oldik. Tomga penalomboz quyish jarayoni. Hozirgi joyimiz Namanganda bo'ldi. 250 kvadrat joyimiz bor edi. Bu taraflarimiz mana bo'ldi. 2 kundan beri quyapmiz. Hozir darvozaxonamiz qolgan. 100 kvadrat joy qoldi. Ko'rib turganlaringiz shunday holatda quyapmiz mana. Xo'p, bu penalomboz quyish jarayoni mana shunday bochkada tayyorlanadi. Mahsulotimiz ustimizdan quyib ketaveramiz. Suyuqlikni hisobiga o'zi bemalol past baland joyga oqib borib, past joyga o'zi oqib borib, razmeri chiqaveradi. Ko'rib turganlaringiz vassalini ustiga shilipovkani ustiga shunday materialni tashlaymiz. Ustidan bir o'shdan quyib ketaveramiz. Mana bu taraflarimiz uyda bu taraflarga 10 sm qilib quydik. Darvozaxonamizga 7 sm quyilgan bo'ldik. Bu ko'rib turgan joylaring 2 kun bo'ldi. Kecha bana bugungi qilib quyilgan joylar bular. Ustida bemalol yuribman. Buni ustiga hozir bemalol suv bachoylarni olib chiqib 2 tonnaliklarni olib chiqib o'rnatib qo'ysa ham bo'laveradi. Ezilmaydi. Shuni quydik, shunday holatda qoladi. Bu izolyatsion penalombozimizni oddiy loysuvoqdan afzalliklari juda ko'p. Masalan, birinchi o'rinda vazni yengil bo'ladi. Loysuvoqdan 2 barobar yengil bo'ladi vazni. Shuning uchun ancha-muncha o'rtacha to'sinlar ham bemalol 10 sm quyganimizda ham ko'taraveradi. Keyin loysuvoqdaqa yorilib ketmaydi. Izolyatsiyani zo'r ushlab beradi. Qishki kunida misol issiqlik tevaga chiqib ketmaydi. Yozgi kunida quyosh nurlarni uyni ichiga kirgizmaydi. Har bitta teshikni yinada teshikni bekitib yuboradi. Mana ko'rib turganlaringiz shu darvozaxona tarafimiz qoldi mana. Xudo xolasa bugun tugatib yuboramiz. Harakat qilib tursak. Xo'p, bu penalombozimiz ko'pchilik so'rayapti. Misol quyilgandan keyin o'sha havo o'tkazmas ekan, boshqa bo'lmas ekan, to'sinlar vassallar chirib ketmaydimi deb juda ko'p savol bo'ladi. Asli bu chiritadigan narsa emas, o'zi quyilgandan keyin bu narsa hozirgi dekabr havolariga misol 2 oy, 2,5 oyda qurisa, yozgi kunlarida 15 kun, 20 kunda qurib ketadi. Bitta qurigandan keyin bunda namligi bo'lmaydi, shuni hisobiga umuman chiritmaydi. Yana ham oldini olish maqsadida ko'rib turganlaringiz har bitta uyga katta kichikligiga qarab, xuddi shunday oddiy polietelindan dimoxod qo'yib yuboryapmiz. Shunda havo aylanib turadi, bir to'sinlarni vassallar chirishini oldini oladi. Tomga penalomboz quydirmoqchi bo'lganlar shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz vodiy bo'ylab mustahkam sifatli qilib quyib beramiz. Rahmat hammaga.